Muhabbet darvozamni shuncha kangaycha yotsam, bir muhabbet emas, qo'y qilim kirmaydi. Acayip bir muhabbet deyiversen ki. Ya bundan başka g'iming yo'qmi ya Delturan? Boshqa g'amni sen qilib qo'ysang bo'ldi-ku, hamma g'amni men qilsam sen emish qilsa, alog'ini shunday bo'ldi shu. Anlaganmi? Og'inglar shunday bo'ldi. Og'inglar shunday bo'ldi. Bu şu qo'sqim to'yg'izib olgan bo'lsam, qanday g'iming o'zi qilib berdi. Voy sen bu yeb to'ymaysan-ki, g'amdan boshqa g'amning yeydigan imkonsiz yeysan. Ey, tamoq sakaz qilib tegdimi? Ya qo'sqonni menla boqam dema, ilim 3 vaqt qo'sqonni men beqiyotman-ku, bizni uyda yotsan kunda 3 vaqt tomoqni. Ben senin bir şahsi mulazimang mı? Kim peyzing var? Ya mulazimni telefon qilayli, tamoqdan bir zakaz qildim. Amma gaplarni olib qalbim ushshaq olib ketdi. Ushshaq chiqqan cho'chirdim. Birini buyurdilar. Bek peyzisini soldim. Odamning yuzi senda qilin bo'lamdi, ey. Gap qilmay o'tirsan, oq jutda bo'lsan. Ya oq jutdadimi ishkini qildi? Peyzi ya bu. Qandaqsan qilmamcha, ey. Sen gap tushundirma deb men ishlatib baqman, yo'njamni qitiqimi qolmadi. Ya bak qitiqimi qitidi? Bek peyzisini soldim.